Bunisi yaxshi bo'lmabdi. Pasportsiz juda qiynaldim. Hamma joyda hujjat so'rashadi. Biz bunday bo'lishini xohlamagandik. Buning uchun uzr so'raymiz. Uzr bilan ish bitmaydi. Bizdan nima xohlaysiz? Quloq sol. Menga Fatima xonim yoqib qoldi. Balki uchrashuvimiz bejiz emasdir. Pasportni ber. Bekzod. Joyingga o'tir. Tinchlan. Delikanlı. Sakin. Sakin. Aslan sakin. O'tir. Ana. Voy. Assalomu alaykum. Voy, kelajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Rahmat. Xush kelibsizlar. Qani kelinglar. Qani yuringlar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Shirin toylarim. Sen katta bo'lyapsanmi? Ha, yo'q qalaylik. Qani yuringlar. Keling. Ana. Yo'q ketib qolibdi. Dada. Dada. Ha, nima deysan? Qo'rqitib deydi. O'lib qolibdi deb o'ylabman. Nafasing o'tsin. Sovuq. Ha, tinchlik. Navares keldi, Zapar. Qani? Zapar? Ana. Kir. Assalomu alaykum bobo. Alaykum assalom, ke bolam. Hay. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingmi? O'zingiz charchamayapsizmi? Keling. Sog'liklaringiz yaxshimi? Keling. Xuddi dadangni o'zi bo'psan ha. Sizlarga o'lyapman demasam, kelmaysanlar ham xabarim olmaysanlar. Unaqa demang bobo. Mana keldim-ku. Keliningizni ham olib keldim. Ha. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi, Ra'no opa? Ha, Uydagilar. ovora bo'psiz-da.